Bolam. Ha. Vaqtliroq kelgin. Har kuni kechga yozsan. Ha, xo'p. Pashole. Shunaqa. Qancha bersin? Olmaysanmi Adela qotdilar shekil? Bilyapman odamligini. Hozir qattiq yuribsan, nima qilyapsan deb qulog'imga chiqib qoladilar. O'zi onamdan keyin boru miyalari aynib qoldi. Adela ya. Kim? Mana. Ha, yaxshimsan? Bugun ishdan vaqtliroq chiqdim. Ketdi bir toza havoga chiqib ovqatlanib kelamiz. Chol uyda. Bilasan xarakterini. Nima desam ekan? Ha, qochib tur, men so'rab beraman. Assalomu alaykum. Ha, boboy, miya Zaynab o'g'lingizni yashashga bermayapsiz. Nima shu yoshida sizdan ruxsat so'rab ko'chaga chiqadimi? Tushunmadimi? Ha, otamga qanaqa muomala qilyapsan? Yoqmadimi? Senga o'xshab muomala qilyapman. So'rab ko'rchi, begonaniki tayarmiki yoki o'zini farzandinikimi? To'g'rimi otam? Ba'zida do'stlar ham to'g'ri gapiradi.